Hidoyatullo O'g'izxon Istanbul Paychak savdo bozori raisi bilan ko'rishdi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi, Qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon Istanbul Paychak savdo bozori organi Zaytinburnida Turk dunyosi jamiyatlariga bergan iftor ziyofatida Istanbul Paychak savdo bozori raisi Himmat Qaradog' apandi bilan ayrim ko'rishdi. Ziyofatga Hidoyatullo O'g'izxon bilan Ma'rif jamiyatining muavin raisi Musajon Ar, Yevroasiyo Turk jamiyati raisi Ismoil Jengiz apandilar qatnashdi. Hidoyatullo O'g'izxon Xitoy rejimining Sharq Turkistonda elib berayotgan milliy va diniy kamsitish, har jihatdan assimilyatsiya qilish jinoyatlarini o'ttirg'a qo'ydi hamda xalqimizning Turkiyadagi qiyinchiliklarini tunishtirdi. Himmat Qaradog' apandi ministrlar bilan ko'rishib, o'ttirg'a qo'yilgan masalalarni hal qilishga tirishadiganligini bildirdi. Hidoyatullo O'g'izxon Himmat Qaradog' apandiga Sharq Turkiston bayrog'i va o'zi qalamga olgan Sharq Turkiston qon yig'layotdi nomli kitob va do'ppi hadiya qildi. Uyg'urlar Millatchi Harakat Partiyasining iftor ziyofatiga qatnashdi. 7-iyun Millatchi Harakat Partiyasi Istanbul Küçükçekmece rayoni Nikoh sarayida iftor ziyofati o'rinlashtirdi. Ziyofatga Uyg'urlarmi taklif qilingan bo'lib, xalqimizdan 300 ta kishi oilasi bilan birga qatnashdi. Ziyofatga Millatchi Harakat Partiyasining yuqori darajalik amaldorlari va Millatchi Harakat Partiyasi Küçükçekmece raisi Sayfiddin Tiryaki bilan muavin rais Mustafa Diqqatli qatorliqlar qatnashdi. Ziyofatda Millatchi Harakat Partiyasi Küçükçekmece raisi Sayfiddin Tiryaki, muavin rais Mustafa Diqqatli va undan boshqa yuqori darajalik amaldorlar 24-iyundagi saylam haqida so'z qilib, Millatchi Harakat Partiyasini o'z ichiga olgan Cumhur Ittifoqining Turkiyani gullantirish haqidagi plan tadbirlarining nihoyat aniq ekanligini bildirdi. Hamda Uyg'urlarning da'vatni qabul qilib ziyofatga kelganligiga alohida rahmat aytdi. İstanbul'da ana til va Qur'on kurs o'quvchilarining o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. 8-iyun İstanbulning Küçükçekmece rayonidagi Kültür va madaniyat zalida Sutuqbug'roxon ilm va madaniyat vaqfi ana til va Qur'on kursi o'quvchilarining o'qish bitirish murosimi elib berildi. Murosimga Sutuqbug'roxon ilm va madaniyat vaqfi, Sharq Turkiston ulamolar birligi, Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati, Sharq Turkiston yangi nasil harakati tashkiloti, Darul Iman jamiyati qatorliq jamiyat va tashkilotlarning yetakchilari hamda farzandlarimizning ota-onalari qatnashdi. Murosimda Yangi 100 yil universitetining o'qituvchisi, Adolat va taraqqiyot partiyasining 23-navbatlik millat vakili doktor Jalol Arbay so'z qilib, farzandlarimizning Qur'oni Karimni tamomlaganligini tabriklash bilan birga avlodlarimizni aqida, ilm sohasida tarbiyalashning to'limi muhim ekanligini ta'kidladi. Murosimda farzandlarimizga Qur'oni Karimdan bir qancha so'rlarni o'qitib, imtihon elindi. Farzandlarimiz sahnada küçük ovozlari, tatliq harakatlari bilan har xil numurlarni o'rinladi, shundaqla qo'shiq she'rlarni deklamasiya qildi. Turkiyada shar'iy ilmda ixtisos egalarini yetildirish markazi qurildi. Sharq Turkiston ulamolar birligi ilohiyat fanlarida o'qiyotgan va maktab sirtidagi diniy ilmga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar va qarindoshlarimizni nazarda tutib, Sharq Turkiston xalqi ichidan shar'iy ilmda yetishgan ixtisos egalarini yetildirish, xalqimizning ehtiyojini qamdash uchun shar'iy darslar markazi ta'sis qildi. Markazda adabiyot, tajvid, aqida, miros, tarix, usuli hadis, arab tili grammatikasi, fiqh va ahkam, tafsir va usuli tafsir qatorliq fanlarda vatanda va chet ellarda bilim oshirib yetilgan tajribalik ustozlar dars o'tadi. Darslar haqsiz. 19-iyun o'quvchilar bilan yuzturani ko'rishib, o'quvchilarning saviyasiga asosan sinflarga bo'lish qaror qilindi. Qiz o'quvchilarga yotoq o'rinlashtirildi. Tizimlatish o'rni Sharq Turkiston ulamolar birligi. Adresi Turkiya Istanbul Küçükçekmece Safaköy Kemal Paşa mahallasi. Aloqalashish nomeri ekraninglarda. Germaniyadagi Uyg'urlar Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. 7-iyun Dünya Uyg'ur qurultayining o'rinlashtirishi bilan Germaniyaning Myunxen shahrida yashayotgan Uyg'urlar yerlik German va Turk tashkilotlarining vakillari bilan birlikda Berlinning siyosiy markazi bo'lgan Brandenburg darvozasida Xitoyning Uyg'ur xalqiga qaratgan qattiq bostirishlarga qarshi namoyish olib bordi. Namoyishga Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dulqin Aysa va qurultayining boshqa rahbarlari, shundaqla Xatar ostidagi xalqlar tashkilotining vakili bilan Turk ojoqlar tashkilotining vakillari qatnashdi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dulqin Aysa so'z qilib, Berlinga namoyish uchun kelmaganligini, Germaniya hukumat amaldorlari bilan ko'rishib, Uyg'urlarning hozirgi jiddiy vaziyati ustida ma'lumot bermoqchi bo'lganligini bildirdi.
Myunxendan Berlinga 600 kilometr yo'lni besib, namoyishga qatnashish uchun kelganligi haqida tushuncha bergan namoyishchilar o'zlarining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashligining chidag'usiz holatga yetganligi uchun bu uzun yo'lni besib kelganligini, Uyg'ur xalqining qo'lidan nima kelsa shuni qilishining muhimligini bildirdi. Xatar ostidagi millatlar tashkiloti bilan Turk o'joqlari tashkilotining vakillari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan misli ko'rilmagan ziyonkashliklarni qattiq aybladi hamda G'arb va Turk dunyosini bu echinishlik vaziyatga qarab turmaslikka chaqirdi. Oqsaroy oldidagi yoshlarning Xitoyga qarshi namoyishi davom qilmoqda. Amerikadagi faoliyatchi yoshlardan Salih Xudoyorning tashkillashi bilan Amerika Oqsaroy oldida Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish siyosatlariga qarshi elib berilayotgan namoyish 4-kunini oxirlashtirdi. 2 oy davomlashtirilish planlangan namoyish Amerika hukumatining diqqatini, shundaqla xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan inson qilipidan chiqqan jinoyatlariga qarab turmaslikka chaqirish qatorliqlar maqsad qilindi. Bugungi namoyishda Amerika parlamenti va hukumat Uyg'urlarning va Sharq Turkistonning Xitoy ishg'olidan va besimlaridan qutulishi uchun harakat qilishga chaqirildi. Namoyishchilar to'plagan shuarlarda "Ey Amerika, kommunist Xitoyga qarshi o'rningdan dastur. Uyg'urlar uchun erkinlik, Uyg'urlar uchun mustaqillik, terrorchi Xitoy, fashist Xitoy, Sharq Turkiston uchun adolat" qatorliq shuarlarni to'plashdi. Bugungi namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy rahbari Rabia Qodir xonim qatnashdi va yoshlarimizga ilhom berdi. Davomli kelib, mushu qonun ma'qullanib bo'lguncha, mushuni davomlashtirishni umid qilaman. Ham bu bolalarning mushundaq uzun muddatlik namoyishni elib chiqib, mushu Amerika yoshlarining mushundaq bir ishni barliqqa ochiqligiga rahmat aytaman. Rahmat. Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasi Amerika uchun tahdid deb ko'rsatildi. 7-iyun Erkin Osiyo radiosi xabarida bildirilishicha, Diplomat jurnalida bir balvoq bir yo'l strategiyasi Amerika strategiyasi uchun nimadan derak beradi mavzuliq bir parcha maqola e'lon qilindi. Maqola avtori Thomas Kavanning maqolasida Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasini Amerikaning dunyodagi qudratli davlat bo'lish asoslariga tahdid deb ko'rsatdi. U maqolasida Amerika Xitoy tahdididan so'z ochganda hadisa harbiy jihatdan keladigan tahdidga markazlashib qilib, iqtisodiy jihatdan keladigan tahdidga sal qarayotganligini, amaliyotda Xitoyning hozir bir balvoq bir yo'l strategiyasi orqali Yevro Osiyodan iborat dunyoning tijoriy va yer osti boylik manbasiga ta'sir ko'rsatishga harakat qilayotganligini bildirdi. U bu qurilish qarmoqiga kiradigan 65 davlatning dunyodagi energiya manbasining 75%ga ega ekanligini, Xitoyning bu qurilish orqali bu energiya manbalari va rayondagi davlatlardagi ta'sirini kuchaytirganligini bildirgan. Abturning qarashicha, bu qurilishning ishqi eshish oshmasligida munozara qilishga tegishli nurg'un to'salg'ular bo'lsa-mu, ammo yanada uzun muddatdan olganda dengiz yo'li, quruqliq, energiya manbalariga erishish qatorliqlarda Amerika uchun tahdid shakllantiradi ekan. Abtur Xitoy doiralari planliq va nishonli holda bu siyosatlarni ijro qilayotgan bir sharoitda Amerikaning texi buningga taqobil turish yo'llarini barpo qilmaganligini bildirib, Amerikani Osiyoni muhim o'ringa qo'yish siyosatida amaliy tadbirlarni elishga, tez sur'atda siyosatida o'zgartish va moslashtirish elib berishga chaqirgan. Indoneziya 105 Xitoyni chegaradan qo'g'lab chiqardi. Indoneziyaning Bali orolida tor dunyosidan foydalanib aldamchilik qilish bilan ayblanib, nazorat ostiga ilingan 105 Xitoy fuqarosi chegaradan qo'g'lab chiqarildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Bali Nigurah Rai ko'chmanlar idorasi mudiri Amran Aris tor dunyosida odam aldash bilan shug'ullanish bilan ayblanib, nazorat ostiga ilingan 105 Xitoy fuqarosining davlatlariga qaytarib etilganligini uqtirdi. Aris mazkur kishilarning viza muddatiga xiloflik qilish jinoyatlarining borligini, biroq bu haqda qonuniy jazo berilmaganligini, ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning Xitoyda yashaydigan kishilar ekanligini, shuni tekshirishni Xitoy tarafining davomlashtiradiganligini eskartdi. Amran Aris yana bu kishilarga yordam qilganligi dalillangan 11 indoneziyalikning tekshirilayotganligini so'zlariga ilova qildi.